ertaman turasiz a? Do'konga borib, ishing bor, do'koning bor, oladigan oyliging bor. Maza qilib deb turadi. Ochaymi, ochmaymi? Havoga qaraydi. Mana shu yelkasiga shayton o'tirib olgan odam. Birodar, sen ertalab uyingdan chiqqaningda bismillah deb ibodat bilan mashg'ul bo'lyapsan hozir. Chunki shu mehnatni qilishing, shu tirikchilikni qilishing, shu pulni olib topishlik uchun ishlashliging ibodat bo'ladi. Hayot arzimaganligi sababli juda ham qisqa. Shuning uchun mana shu qisqagina hayotingni birodar bekorchilikka o'tkazib yuborma. Ey yoshlar, yo ilm olinglar, yo hunar olinglar. Yoshlikni bekorlik bilan o'tkazmanglar. Yoshlik ham qisqa. Yoshlikni bekorchilik bilan o'tkazmanglar. Agar yoshlikni huzur halovat bilan, bekorchilik bilan, o'yin kuni bilan rohat bilan o'tkazsanglar, qariganinglarda mehnat mashaqqatga qolasizlar.